Bu safar tayyor fikr bilan keldim. Mariya Vasilyevna o'tgan safargi suhbatni eslab, labini tishladi. Uyda ishdan gapirma, qani o'tir, dedi u stol atrofiga kursilarni qo'yib. Amma, hozir, Masha, deb qichqirdi ammasi. Oshxonadan ruschalab. Mehmon jindik ichadimi? Ichasanmi? Ichadi, dedi Mariya. Mehmonning javobini ham kutmasdan. Uyda gapirma degin, uyda bo'lak gap, idorada bo'lak gap ekanda. Uyda o'z o'ylaganimizni, o'z ko'nglimizdagini gapiraylik. Majlisda bo'lsa, nuqul o'zimizni yaxshi ko'rsatadigan, muxbirlarga, hujjatlarga, rahbarlarga kerak bo'lgan gaplarni so'qaylik. Shundaymi? Ularning ko'zlari uchrashdi. Mariya Vasilyevnaning hammomdan keyin lovullab turgan chehrasi so'ndi. Sen nima deyapsan, Orif? Yana kayfing buzuq. Orif aka tirsagini stolga tirab, manglayini kaftiga qo'ydi. Ha, juda ham dilozor bo'lib qolibman, Maryam, kechir. Amma chuqur likopchalarga qo'ziqorin sho'rva suzib keldi. Piyoladan qaymoq tomsib, eskicha guldor yog'och qoshiqlarini oldilariga qo'yib ketdi. Oshxonadan kotletning jizillashi eshitilardi. Yaxshi ham o'sha jiz-biz bor ekan. Bo'lmasa, bu jimlikda qoshiq taqillagani ham, sho'rva xo'rillagani ham eshitilib, battar o'ng'aysiz holatga tushar edi. Mariya Vasilyevnaning ishtahasi bo'g'ilgan edi. Qoramtir sho'rva ustida oydek bo'lib turgan qaymoqni atalab qoshiqni surib qo'ydi. Gapir endi bo'lmasa. Mening nutqimni aytyapsanmi? Orif aka sho'rvaga qaragancha jilmayib turardi. Nega iljayasan? O'zing bilarkansan. Men bilmasmikansan, deb o'ylardim. Unda yana ham xunukroq bo'lardi. Darvoqe, ikkalasi ham dahshatli. Tushunadiganroq qilib gapira olasanmi? Ha, odamlar o'zi uchun xuddi o'z insoniyligi, o'z o'ylari bilan. Idorada yoki majlisga borsa-chi, shundoq plakat bo'ladi qoladi. Ba'zilari buni o'zi bilib qiladi, ba'zilari esa bilmay. Ya'ni bir qiyofada ikki kishi bo'lib yashashga o'rganib, shunday tarbiyalanib qolgan. Buning ikkalasi ham yaxshi emas deyapman. Xo'sh, men ham shunday ikkiyuzlamachi ekanman. Qani gapirchi? Men unday keskin so'zlarni qo'llamoqchi emasman. Nutqning nimanidir pesh qilish, illyustratsiya qilish niyatida balandparvoz tarzda tuzilgan. Tahlil yo'q. Tahlil uchun ijobiy, salbiy, yaxshi, yomon kerak. Haqiqiy ahvol kerak. Senda esa u yo'q. Ya'ni umuman senda emas, majlisdagi senda. Davom et. Misol, Tog' tumanida 8000 vatanparvar cho'lga ko'chib tushdi deysan. Bilasanki, ulardan 700 tasi qochib ketdi, lekin ko'nglingdagi bu gapni sen aytmaysan. Cho'lga hayot keltirdik deding. Bilasanki, ayni paytda tog' bag'ridagi azaliy obod qishloqlar sarg'ayib so'lidi. Lekin sen bilib turgan bu gapingni ichingda saqlab qolasan. Azamat dehqonlarimiz tashabbusi bilan 6 sovxoz qad ko'tardi. Bu davlatga 300 ming tonna paxta demakdir, deding. Bilasanki, bu sovxozlar 7 yildan beri o'zini oqlagani yo'q. Garmsel azob bermoqda. Hosil kam, daromad kam. Azamat dehqonlarning turmushi og'ir, lekin ko'nglingdagi bu gap majlisda chiqmaydi. Chunki sen u yerda mana bu Maryam emas, plakatsan. Bu gap plakatni buzishi mumkin. Farovonlikka erishishni xamirdan qil sug'urgandek oson deb o'ylamaysan. Lekin shunday deb ko'rsatmoqchi bo'lasan. Har bir yaxshi ishning bir qiyinchiligi bor. Qarama-qarshisizlik ish bo'lmaydi. Buni bilasan. Lekin sen hamma ishni bir yoqlama, yaltiroq qilib ko'rsatishga urinasan. Buni zalda hammamiz bilib o'tiramiz, lekin hamon tinglaymiz. Qarsak chalamiz. Nazarimda biz ish qilayotganimiz yo'q. O'zimiz bilan bekinmachoq o'ynayapmiz. Xo'p, majlisda o'sha ikkala tomonni ham barobar aytib solsak nima bo'ladi?
Nima bo'ladi? Haqiqiy ahvol ko'z oldimizga keladi. Tahlil etamiz, qanoat hosil qilamiz, insoniyroq bo'lamiz. Samimiyat yuzaga keladi, hayot tabiiyroq bo'ladi. Bir-birimizning qalbimizni ko'ramiz. Qani ichadigan bor degan eding shekilli? Amma deb qichqirdi Mariya Vasilyevna. Xo'sh, har holda bir ish qilyapmiz-ku, oldinga qarab ketyapmiz-ku. Buni isbot qilish kerak emasmi? Kimga? Xo'sh, nihoyat yutuqlarni targ'ib qilish, xalq ichida tashviqot ishi bor axir. Buni ham bekor qilasanmi? Agar og'zakigina bo'lsa, bir yoqlama va yaltiroq bo'lsa, bekor qilaman deb kuldi Orif aka. Keyin yarim qadah aroq quyib ichdi. Sening gaplaring esa og'zakigina emas, hatto xayoliy.